Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli ekspertlar, xush kelibsiz. Mana shu keyingi 10 kun 15 kun ichida har bir ko'rsatuvimizni bugun 9-aprel yana bir tarixiy kun, buyuk sarkarda, buyuk davlat arbobi, buyuk me'mor, nafaqat Markaziy Osiyoni balkim butun Yevropani kerak bo'lsa qutqarib bir paytlar rivojlanishiga ulkan ta'sir ko'rsatgan Amir Temur bobomiz tavallud topgan kun. Shuning uchun ustoz domla boshlab bersalar. Bugun Hazrat Sohibqiron Amir Temurni 689 yillik tavalludi. Chunki bu bizning milliy qahramonimiz, faxrimiz, g'ururimiz yurtimizga qaytib keldi. Mustaqillikdan keyin Sohibqiron to'g'risida kitoblar chiqdi, ma'lum ishlar qilindi, lekin bir o'tirib sarhisob qilsak, boshqa Sohibqironga o'xshagan zotlarga nisbatan hali qilinadigan ishlar ham anchagina ko'rinadi. Endi Sohibqiron to'g'risida o'sha davr tarixchisi G'iyosiddin Ali Yazdi aytgandiki, biz Alloh taolo bizga shunday zotni rahbar qilib berganiga shukrona keltirishimiz kerak. Chunki ham Eronni, ham Turonni birlashtirib yurtni obod qildi, mamlakatni tinch qildi deydi. Keyin ikkinchi tarixni Nizomiddin Shomiy aytadiki, bu hazratda ham nasab, ham hasabda oliylik bor edi. Endi nasabda degan otalari amir bo'lganlar. Endi hasabda degani o'zlari 10 yil harakat qilib yurtimizni Mo'g'ollar zulmidan ozod qildi. Keyin 27 ta mamlakatni birlashtirib, kuch adolatda degan adolatni nima qildi va buyuk Ipak yo'lini qayta tikladi. Oliy imoratlarni bunyod etdi. Samarqand avval paxsa devorlardan qurilgan imoratlar bo'lsa, u kishi kelgandan keyin koshinlik, go'zal imoratlar bilan bezatildi va tarixchi Ibn Arabshoh aytadiki, Sohibqiron qayerga borsa, olimlarni, hunarmandlarni, san'atkorlarni hammasini, eng zo'r odamlarni yig'ib Samarqandga olib keldi. Natijada Samarqand dunyoning eng go'zal joyiga, eng muhtasham joyiga aylandi deydi. Biz bundoq tarixchilar o'rganib ma'lum narsalarni amalga oshirdik, lekin hali xalqimiz oldida bizni qiladigan vazifalarimiz ko'p. U kishini davlatchilikka qo'shgan hissasi, endi sarkardaligi nisbatan o'rganilyapti, u ham hali to'la o'rganilgani yo'q. Keyin mana hozir suhbatdan oldin aytdingiz, biz Sohibqironni targ'ib, tashviq qilish uchun bolalarga, yoshlarga o'rgatadigan yaxshi kinolarimiz bo'lishi kerak. Kitoblar, risolalar bo'lishi kerak. Umuman hali olimlarimiz oldida ancha ish borga o'xshaydi. Domla, endi Amir Temur hazratlari shu barmoq bilan sanaydigan buyuk sarkardalarda buni his qilish kerak. Bolalarimiz, biz ham o'zimiz ham his qilishimiz kerak. Shuning uchun mana buni dunyodagi olimlar ham juda katta baho berishgan. Bu tarixda misli ko'rilmagan. Marhamat, hurmatli ekspertlar, davom ettiramiz. Siz davom ettirsangiz ham bo'ladi. Makedonskiy haqida kino bor, Chingizxon haqida kino bor, Suvorov haqida kino bor, buyuk sarkardalar haqida, Napoleon haqida bor. Bizni Temur bobomiz, lekin ular bilan bellashsalar, ana shu alam qiladigan joyim mana shu mana. Hozir har qanday maktabga borsangiz ham tariximizni bilasizmi deb so'rasangiz tarixni bilmaydi bola. Achinaman. Men maktablarga tadbirlarga olib boryapmiz. Bobomizni tug'ilgan yillarini ayting deyapman. Bor yo'g'i. Bilmayaptilar. 1,5 ming maktabdan 2-3 ta bola to'g'ri gapiryapti. Bu biz ijodkorlarni kino sohasida, teatr sohasida, ilm sohasida qilayotgan insonlarni aybi emasmikan degan narsani o'ylab qoldim-da. Amir Temurni mana Ulug'bekni to'g'risida film olindi. Badiiy publisistik narsa bu. Ulug'bek osmon toqiga qo'yilgan narvon deb nomlandi. O'ynadim. Mana 7 asrdan keyin tug'ilgan Amir Temur mana shu bo'ladi degan gapni gapirib ketdilar. O'ynadim. Shu bahona Habibulla Uvatov domladan borib bitta qolgan oxirgi kitoblari Ibn Arabshohga olib 700 varoqchiqda borib o'zimga ko'chirib olib yana olib borib berdim va Ibn Arabshohda o'qidim.
Hakim Sattoriyning ekspeditsiyasini o'qidim. O'g'iz Oxunni o'qidim. Lyusyen Kerenni o'qidim. Hammasini o'qidimda, nega biz aktyor o'qiymizda? Nega rejissyorlar o'qimaydi? Nega bolalarimiz o'qimaydi degan narsaga kelishaverdimda. Lekin o'ynadim, Xudoga behisob shukr. Hozir domlani achchiq haqiqiy gaplari bu bolalarimizga biza ko'p narsani o'rgatishimiz kerak. Bolalarimiz agar birgina Amir Temurni hayoti faoliyatini bilsa, ularni ruhiyati 100 karra baland bo'lardi. Oho. Ma'naviyatimiz ham marhamat. Keyin domla siz davom ettirasiz, marhamat. Bugun yurtdoshlarimiz, ayniqsa yoshlarimiz Amir Temur haqida qay darajadagi bilimga ega? Amir Temur nechinchi yil tug'ilgan? 1936-yil 9-aprelda. Qayerda tavallud topgan? Hozirgi Qashqadaryo viloyati Nasafkish shahri atrofida Xo'jalg'a qishlog'ida tavallud topgan. Otasining ismini bilasizmi? 1336. Davlatining nomini nima deb atagan? Maroqat. Davlatining nomi nima bo'lgan bilasizmi? Davlati yo'q, 1336-yil. Davlatining nomi nima? Movaron nahrmi? 1336-yil. Otasining ismi kim? Muhammad Tarag'ay. Davlatining nomi nima? Turon, Rahmat. Qayerda tavallud topganlar? Qashqadaryoda. Shahrisabz. Ulug'bek Mirzo qaysi farzandining farzandi? Umar Shayx Mirzoni. Bilmayman. İtaliyalik olim Michel Bernardini, ku hammamiz taniymiz. Shu odam qatnashdilar. İzmir Ege Universiteti professori Junayd Kanat qatnashdilar. G'ulam Rizo Amirxoniy, o'zimizni eronlik olimimiz. Va Amir Temur haqidagi juda chiroyli, yangi ma'lumotlar bilan o'rtoqlashishdi. Xususan Michel Bernardini aynan Italiyadagi Amir Temur obrazi aks etgan turli tuman rasmlar, manbalardagi har xil ma'lumotlar, Talqinlar, tragediya, drama, o'shalardagi Amir Temur obrazining eslatilishi, shunga e'tibor qaratdilar va juda chiroyli chiqish bo'ldi. Har bir narsaga obyektiv, hissiyotlarsiz yondashuv. Mana shunda biz tarixiy bir haqiqatga erishishimiz mumkin. Endi bitta savol shu munosabat bilan 70 ga yaqin asar yozilgan degan bir ovozalar yuratdi Yevropani o'zida. Ovoz emas, bu bo'yicha Insi Otokar degan vengriyalik olim ilmiy tadqiqot qilgan, doktorlik dissertatsiyasi yoqlangan va Amir Temur haqidagi drama, novella, tragediya va hokazo adashmasam 60 dan ortiq nimani sanagan hammasini. Demak, bu haqiqat. Kristofer Marlo, Kristofer Row, Jean-Paul Roux hammasini sanagan bu. Va alohida ilmiy tadqiqot qilingan, shuni natijasi sifatida e'lon qilingan narsa. Endi buni sabab bor. Nimaga? Nimaga degan savol. Birinchidan Amir Temur yuzaga, mana davlatining yuzaga kelishi o'sha paytdagi agar siyosiy maydonga, xalqaro siyosiy maydonga e'tibor beradigan bo'lsak, mana katta o'sha davrni ya'ni yo'lbarslari bor deylik. Demak, 1368-yilda Mo'g'ul sulolasidan yana Chin sulolasiga, Min sulolasi Xitoyda davlat tepasiga keldi. Endi bu sulola albatta xalqaro maydonda o'zini bir namoyon qilish kerak, ko'rsatish kerak. Elchilar qatnab turibdi. Ikki tarafga har elchilar qatnaganida o'zini hassos masalalari bor. Ikkinchi mana To'xtamishxon boshqarayotgan o'sha Dasht Qipchoq. Oltin O'rda. Bu ham katta bir kuch. Eronda Muzaffariylar sulolasi hukmronlik qiladi. Nimada Turkiya butun Yevropani larzaga solib turgan bir katta bir imperiya. Yildirim Boyazid o'sha paytda 1389-yilda taxtga o'tirdi otasining o'rniga. Bolqon yarim oroli mamlakatlari deyarli olib bo'lindi. Endi sharqiy Yevropa mamlakatlari, Bolgariya nimani tarkibiga kirib ketdi. Endi gal g'arbiy Yevropaga kelib qoldi. Vizantiya hozirgi biz bilgan Istanbulda faqat qal'aning ichida qolib ketgan. Qolgan hamma yerlardan ayrilgan.
Endi shu paytda Vizantiya imperatori Ivan Manuel Paleolog o'zini o'rniga jiyanini taxtga qo'yadida, o'zi Yevropa qirollari saroyiga ketadi yordam olish uchun. Yevropa qirollari butun manzarani yaxshi ko'rib turibdi, chunki Usmoniylarni bu hali vajohatini ko'rib, yordam berishga ham ularning majoli yo'q. Chunki ertangi kun nima bo'lishini bilmaydi. Shunda 1396-yilda Rim papasidan Usmoniylarga qarshi jang uchun deb fatvo chiqariladi, ya'ni va katta ritsarlar nimasi Usmoniylarga qarshi jang boshlaydi. 1396-yilda Nikopolda, Bolgariyadagi butun o'sha yig'ma ritsarlar mag'lubiyatga uchraydi. Shundan keyin butun Yevropa mamlakatlari jim bo'ladi, qo'yadi. 1402-yilda Amir Temur bilan Yildirim Boyazid orasidagi bo'lib o'tgan jang va Yildirim Boyazidni mag'lub etilishi butun Yevropa uchun katta bayram bo'lgan. Saqlab qolinadi endi Yevropa. Albatta. Shuning uchun ham 60 dan ortiq deyotganimiz hali drama, novella va tragediyalarning yaratilishi, ya'ni tarannum etilishi Amir Temurning bu sababi shu yerda. Bitta savolim qolib ketmasin, ming bor uzr. Oltindan haykal qo'yilgan degan. Endi Amir Temur bobomiz haqida tarixda vaholanki eng boy, eng qadimiy, eng qudratli tarix bu Markaziy Osiyo tarixi. Shu oltindan haykal ham qo'yishgan degan gaplar o'sha payti qandaydir bizni quloqimizga chalinib yurgan faxrlar, lekin manba bo'lmagandan keyin biz uni bilmasdik. Mana Italiyaga borib bu narsaga ishondim. Shu Venetsiyada tarixchilar hamma butun Gollivud olami shu yerda-da. Amir Temurni o'zini otda o'tirganiga haykal qilingan oltindan shuni bilasanmi deyapti mendan. Yo'q, bilmayman. Sen Fransiyaga borgan dedi. Ana. 4 qavat oynaning ichida hech qanaqangi orasiga temir, mis aralashmagan holda Amir Temur haykalni tilladan qilib qo'ygan dedi. Sen ana shuni borib ko'rginsan deyapti. Ular Yevropaliklar aytayapti. Lekin o'shanda Xudoga bir narsaga tan berdimki, Yevropa Amir Temur mendan ko'ra yaxshi bilyapti. Qoyil. Ular bilgan narsani men bilmadim. 70 dan ortiq asar yozilganligi bu biz uchun juda katta ibrat, ham faxr, ham iftixor. Juda ko'p odamlar shu sarkardalar bilan solishtirganda Amir Temur bobomizni meni qo'limda mana shunchaliklar bor. Nemis olimi Schlosser o'zini jahon tarixi 3-tom asarida Baxtiyor jangki Jahongir uzoq sharqda qonunshunos bo'lish bilan birga o'zida kam uchraydigan taktik va strategik bilimlarni ifodaladi. Juda katta sarkardalikdan tashqari bunyodkorlik ishlarini yo'llar qurgan, hammomlar, kanallar barpo etgan. Men savolingizga javob berar ekanman. Albatta Amir Temurning tuzuklari haqida to'xtamasdan iloj yo'q. Chunki siz fikr bildirgan barcha bunyodkorlik ishlari bu asarda o'zini chiroyli, aniq ifodasini topgan. Shuning uchun agar ruxsat bersangiz, vaqtimiz imkonini bersa, marhamat domla. Avval shu temir tuzuklari borasida turli fikrlar mavjud. Shuning uchun qisqacha asarni o'zi to'g'risida to'xtalsam, ma'lumingizki, bu asar tuzuki Temuriy, temir tuzuklari yoki malfuzot, Amir Temurning aytganlari yoki bo'lmasam voqiyoti Temuriy, tanzimoti Temuriy va shunga o'xshagan nomlar bilan jahon kutubxonalarida keng tarqalgan. Va bularni orasida haqiqatan Amir Temur tuzuki Temuriylarida etilganidek uning hayotining 1404-yilgacha bo'lgan yurishlari va faoliyatini aks ettirgan qo'lyozmalar bor. Ikkinchi tomondan esa ularning o'limlaridan so'ng 1405-yilgacha voqealar yetkazilib aks ettirilgan qo'lyozmalar bor. Shuning uchun bu yerda aniqlik kiritib olish kerak, chunki tariximizni yozishda Amir Temur shaxsiyatiga munosib asarlarni yaratishda, kelajakda mana filmni yaratishda biza qaysi asosan temir tuzuklariga tayanishimiz kerak degan savol ko'ndalang bo'lib turadi.
Shuning uchun men qisqacha yana tarixi bu haqida to'xtalmoqchiman. Bilasizki, temir tuzuklari bu mustaqillik yillarida buyuk sarkarda davlatimizning o'sha davrdagi yirik arbobi, ilm fan homiysi, bunyodkor sifatida mana ta'riflandi. Bu asar xalqimizning iftixoriga aylandi. Hamda uning milliy ongi, g'ururi, o'zligini mustahkamlab bormoqda. Domla endi domlaning ham bir xizmatlarini e'tirof eting, o'zlari jonbozlik qilib, lekin urinishlar bo'lgan, oldingi akademiklarimiz ham urinib ko'rgan, lekin nihoyatda katta ma'nin bilishimcha ta'ziqqa uchrab ketganda, Amir Temurni ideallashtiryapsanmi deb. Mustaqillik arafasida Alixon To'ra Sog'uniy imkon darajasida Gulistonda imkon darajasida chiqazdi. Keyin akademik Bo'rva Ahmedov yosh Habibullani chaqirdida, ana siz fors tilini bilasiz. Ustozimiz Alixon To'ra Sog'uniy qo'ldan kelganini qildi, lekin shosha-pisha qilindi. Ana shuni to'liq qilasiz. To'liq qilib bering dedi. Bu ukamiz bir necha yil ishlab o'shani to'liq qilib fors tilidagi matn bilan solishtirdi. Undan tashqari bu ukamiz Temur tuzuklarini Yaman podshohini kutubxonasidan Hindistonga olib kelib, Shohi Jahonga taqdim qilinishi, Shohi Jahon bu kitobni o'qib, o'rganib, yana mukammallashtirilishi, keyin inglizlar buni olib, bu juda ham davlat tuzilishi bo'yicha noyob asar ekan deb inglizlar bir necha marta nashr qildi, keyin Yevropa tillariga nashr qildi. Yevropa Amir Temur shu temir tuzuklari orqali nima qiladi? Bu sohada Habibullani alohida tadqiqoti ham bor, o'zini ishlari ham bor. Endi ukamiz o'zini o'zi ayta olmaydi. Bu kishining qahramonligini siz aytmasangiz, bu ham juda katta jasorat. Bizda endi mustaqillik yillari arafasida o'sha mustaqillik desak ham aniq bo'ladi, chiqdi. Lekin bu Angliyada qachon chiqqan, Rossiyada qachon chiqqan? Bu bebaho boyligimiz. Bu asar haqida mana juda haqqoniy fikr bildirdilar. Hali Sho'rolar tuzumi paytida 1967-yil Guliston jurnalining 2-sonida Sharqiy tillar buyuk allomasi, bilimdoni Marshal Alixon To'ra Sog'uniy tomonidan bu asar deyarli to'liq tarjima qilindi, lekin uni chizmalari, harbiy saf tizish borasidagi ma'lumotlar u yerda tushirib qoldirilgan. U zamon zayliyada bu haqda to'xtalmayman, chunki bu haqda juda ko'p gapirilgan. Endi faqat aytmoqchi bo'lganim, temir tuzuklarining Yamandan Hindistonga ko'chishi, Hindistondan Yevropaga ko'chishi haqida mana qisqacha fikr bildirdilar bular. Lekin faqat bir narsani qo'shimcha qilmoqchiman. Bu asar asosan shu Hindistondan Yevropaga keltirilish borasida gapiraman. 1767-yilda demak Angliyani bir zobitlaridan biri, o'sha paytda kadet, 1767-yilda demak White Devi. U demak u kishi 67-yilda Hindistonga boradi. Hindistonda O'st-Ind kompaniyasining nufuzi kuchayib, ular asosan hukmronlikni o'ziga qo'lga olayotgan bir payt bo'lgan edi. Shuning uchun o'sha alg'ov-dalg'ov paytidan, undan tashqari Hindistonni o'zidagi o'zaro kurashlardan foydalangan holda ularning nufuzi kuchayib boradi. Jumladan Portugaliya, Gollandiya, Angliyani ana shu davrda o'sha qo'lyozmalardan bittasi temir tuzuklarini Angliyaga keltiriladi Devi tomonidan. Devi tomonidan Angliyaga keltirilgandan keyin 1783-yilda O'st-Indiya kompaniyasining yordami bilan moliyaviy bu asar chop etiladi. Endi malfuzotga yana ishora qiladigan bo'lsak, mana bular Shohjahon haqida buyuk boburiylarimizdan biri 5-avlod haqida gapirdilar. O'sha davrda bu asar Shohjahonga taqdim etilganda, Shohjahon bu asarni ko'rib chiqish uchun qaytadan zafarnoma bilan solishtirish uchun uni Afzal Buxoriy dekan muzofotining favjdoriga topshiradilar va bu asar shundan so'ng
qaytadan o'rganilgan holda 70 yoshidan 77 yoshdan 70 yoshigacha bo'lgan barcha tafsilotlarni o'z ichiga olgan holda juda katta hajmda bir masalan ko'p ko'chirib yozilgan, mamlakatlarga turli tarqalgan nusxalari ko'p. Shuning uchun birida 450-700 varrogacha boradi. Bu asarni mustaqillik davrida xalqqa yetkazgan, juda katta zahmat chekishgan albatta bir qator fan doktorlari bor. Ana shu Malfuzot asarini aynan ular turkiy tildan demakki hozirgi o'zbek tiliga tabdil qilishgan, izohlar bilan ta'minlashgan. U asar endi qarang, o'sha Malfuzoti Temuriy keyinchalik Astromov tomonidan bilasizlar Chor imperiyasining bu yerdagi noziri tomonidan 891-yilda Turkiyasi chop etiladi. Endi Turkiyasi haqida gapirganda shuni aytishim kerakki, 1800-yillarda 19-asrda temir tuzuklarining 3 ta tarjimasi Turkiyaga amalga oshiriladi. Birinchisi Qo'qon xoni Muhammad Ali xonning topshirig'i bilan 1836-yilda Xo'jand qozisi Nabijon Xatif tomonidan amalga oshiriladi. Ikkinchisi keyin 1856-1858-yillarda yana o'sha bir noqis nusxalardan biri tarjima qilinadi forsiydan, noqis nusxa forsiyda bo'lgan. Ana u keyin katta hajmdagi tarjima qilinganda Saltikov Shedrin Leningradda saqlangan. Uni keyin domla Haydarbek Bobobekov O'zbekistonga olib kelib katta ishlar amalga oshirgan. Endi domla bu juda katta ulkan tarix. Xulosa shuki, bundan bir necha 100 yillar avval Temur bobomiz yozgan tuzuklar butun dunyoni ma'naviy mulkiga aylangan bo'lsa, ne ajabki mana shu mustaqillik arafasida, mustaqillik yillarida endi bizga bu bebaho ne'mat yetib keldi. Endi bu haqda juda ko'p gapirsak bo'ladi. Men buni buyuk odamlar juda qat'iy, o'sha davrda konstitutsiyasi bo'lgan. Napoleonlar o'rgangan ekan, rostmi yolg'onmi, butun endi o'sha asarlariga asos qilib olingan. Yana endi sizga savolim, hozir mana bolalarimizni bilmasligi bu juda katta, bu bor gap. Shunday buyuk ajdodimiz dunyo o'rgansa-yu, dunyo tuzuklari, Amir Temur tuzuklarini ular shuncha e'zozlasa-yu, bizni bilmasligimiz bu ancha og'riqli masala. Temur bobomiz shu ma'naviyatga, bola tarbiyasiga ham, hatto kelin tanlash deganlarda ham qarang, shunaqa e'tiborli bo'lgan ekanlar-da. Bu millatning ma'naviy bir ustuni bo'lganmi endi men o'qib hayratga tushdim. Faqat bitta narsani ruxsatingiz bilan bosh ustiga aytmoqchi edim. O'sha ikkita, demak, Tuzuki Temuriy va Malfuzot. Lekin nimaga anglashilmovchiliklar kelib chiqqan va Amir Temurning bu asarini soxta yoki bo'lmasam 17-asrda yaratilgan degan g'oyalar turli doiralarda keng tarqalgan. Shunga ikki og'iz to'xtalmoqchiman. O'sha 1918-yilda yirik sharqshunos olim, rus sharqshunosligining yulduzidan O'zbekiston, Markaziy Osiyo u paytda Movarounnahr masalan tarixini o'rganishda juda katta hissa qo'shgan Bartel tomonidan o'sha aynan Malfuzotga asoslangan holda demakki u hozirgi Tuzuki Temuriy bizani masalan turli mamlakatlarga tarjimalar amalga oshdi, O'zbekistonda ham tarjima qilindi. Sharafuddin Aliyazi, Nizomiddin Shomiyda Sharafuddin Aliyazi Muzaffarnomasini Musavvada qoralamasida aniq yozilganki, bu asar demak Turkiyada yozilganligi, keyin Zafarnomani o'zida ham turkiy baxshilari, Turkiston baxshilari deyilgan, ya'ni o'sha Amir Temur kotiblari va munshiylari tomonidan uni turkiy nazmda va nasrda yozilgan qator asarlari haqida fikrlar bildirgan. Rahmat. Ustozlar bilan hozir juda yaxshi muloqot ketyapti, qizg'in. Hozir ko'rgan video lavhalarimiz to'g'risida ma'lumot agar aytadigan bo'lsak, to'g'ri tahlil qilingan. Ayniqsa tarixga e'tibor berganimiz, mana hozirgi bugun bebaho Temuriylar saltanatiga oid bo'lgan ma'lumotlarni ustozlar bilan muhokama qilyapmiz va o'ylaymizki, mana shu bizni bugungi kunimizgacha yetib kelgan shu bebaho meros
bular hammasi qo'lyozmalar, manbalar. Mana ustozlar bilan Sharq O'zbekistondagi shu juda katta manbalar markazi bo'lgan shu Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutida saqlanayotgan juda ko'p manbalar, qo'lyozmalar asosida mana ustozlarimiz tadqiqotlar olib boryaptilar. Endi yoshlarimizga hozir munosabatni bildirishda nima qilyapmiz? Albatta hozir ilmiy tilda emas, balkim yoshlarga oddiyroq, soddoroq mana shu ma'lumotlarni yozish davri keldi deb o'ylaymiz. Tarixda siz aytdingiz-ku, hali kichkina kitobcha bo'lgan, bu kitobda juda qisqa tariximiz berilgan. Aslida hozirgi mana mustaqillik davriga erishib, juda katta manbalarimiz borligini va qo'lyozmalarga imkoniyatlar, ularni o'rganish uchun imkoniyatlar keng, barcha imkoniyatlar berilganligi biz uchun juda xursandchilik. Va biz bundan foydalanishimiz kerak. Mana ulug' ustozlarimiz aytgandek, ilmiy tildan oddiyroq, shu maktabdagi mana hozir ko'rdik-ku, yoshlarga mosroq qilib aytsak, balkim ularga ta'sir kuchi, televideniya orqali turli roliklarni ko'paytirishimiz kerak. Ular bilan bo'ladigan muloqotda shu tarixga e'tibor, shu buyuk Temuriylar saltanati, nima uchun aytyapsiz, butun dunyo o'rganadi-yu, bizda o'rganish juda sayoz deyapsiz, bilmi sayoz deyilyapti. Bu yerda berayotgan mahsulotimizga ham qaraladi-da. Mana shu siz aytayotgan kitoblarimizda endi yoshlarga miniatyuralar orqali, balkim hozir juda ko'p multfilmlar orqali, miniatyuralar orqali aytsangiz, buyuk Temuriylar saltanatida nafaqat davlatchilik, nafaqat siyosiy tuzum, balki ularning ichki hayoti bo'lgan. Temuriylar saltanatida ijtimoiy hayotga juda qattiq e'tibor bilan qaralgan. Temuriylar shu hukmronligi davrida, davlatchiligi davrida mana hozirgi manbalarimizni o'rganyapmiz. Ko'proq oilaga qarab, tarbiya vositasi sifatida yoshlarga berilayotgan tarbiyaga juda katta e'tibor berilgan. Kelajakdagi shahzodalar, malikalar tarbiyasiga e'tibor qaratilgan. Farzandlar otalikka berilgan, onalikka berilgan farzandlar, qiz farzandlarni onalik deyilgan, bolalarni o'g'il bolalarni otalik qilib, otalik tarbiyasi vaqt soati yetganda otalik ham belgilangan va ular hujjatlarda, hozirgi manbalarda ham aks etgan. Ularga vaqflar belgilangan va vaqt soati yetib, bu vaqfdan ayollar ham foydalangan. Va hozirgi tadqiqotlarimizda o'zi ayollar masalasida juda qiziq bir Temuriylar saltanatiga oid juda ko'p hozir tadqiqotlar ketyapti. Bizni aytganingizdek xorijiy hamkorlarimiz Pokistondan, Eron, Hindiston, turkiyalik olimlarimiz, masalan pokistonlik olimamiz Ruxshona Iftixor 22-yil shu ilmiy ishlarini yozib tugatdilar. Ular Panjob universitetida Hindiston va Pokistonda saqlangan manbalar asosida urdu, farsi tillarida yozib qoldirilgan, arab tillarida ham bor, ozroq deyildi va shularda ayollarning hayoti bilan ular qiziqishgan. Aytaylik, Ruxshona Iftixor 24 ta malikaga tavsif bergan o'zining ilmiy tadqiqotida. Temuriy malikalarga ular vatan himoyasida ham qatnashgan ekan. Albatta, ular yoshligidan farzand tarbiyasida qizlar, yigitlar deb emas, balkim qizlarni ham o'sha teng sifatda ko'rgan, mustahkam, sog'lom bo'lish uchun ularni jang san'atlariga ham o'rgatgan, ot minishni o'rgatgan, hattoki shu ham xat savodni o'rgatgan. Endi bu saltanatda bo'lyapti. Demak, ma'rifat va ma'naviyat davlatda bo'lgan, xalqimizga ham yetib kelgan, shu oddiy xalqda ham bo'lgan. Qizlarni ham olib borish, o'qitish, noto'g'ri tushunchalar bo'ladi. Ba'zi qizlarni ikkinchi qara, faqat oila, uy-joy yo'q. Temuriylar davlatida mana manbalarda turkiyalik olimamiz Najixon Kichik yulduz, ular ham yaqin 700 ta ilmiy manbani qidirib, Buyuk Britaniya, Eron, Hindiston, Pokistonga borib manbalarni o'rganib kelganlar. 700 ta qo'lyozma manbani o'rganib, o'zini ilmiy ishlarini yozgan. Ular faqat shu Temuriylar saltanati, Temuriy malikalarga bag'ishlangan ma'lumotlarni oldilar. Endi hukumatni boshqarishda ham faol ishtirok. Albatta, qarang, farmon ham chiqarishgan ekan, asoslab berganlar. Asoslab berganlarki, ayollarni mana juda uzoqqa bormaylik. Mana hammamizga ma'lum bo'lgan Ruy Gonzales Klavixoni ma'lumotlarda ham hammamizga ayon. U yerda malikaga bo'lgan munosabat, ehtirom, ham davlat darajasidagi ishonch bildirilgan. Mana Saroy mulk xonimga berilgan ishonch tufayli mana Samarqandda
bunyod etilgan va hozir ham butun dunyoni sayyohlari kelib hayratda, shunday haybatda turamiz. Bibixonim madrasasini ko'rib, biz ham haybatda turamiz. Chunki unga berilgan mehr va o'sha davrga aytaylik, mana 500-600 yil avval, 700 yil avval bunga asos solingan. Bunday binoni qurish uchun arxitektura, san'at, me'morchilikdan xabardor bo'lish kerak. Vaholanki, Bibixonim o'zlari bunga asos solishi, demak, ulardagi bo'lgan ma'rifat bo'lgan. Temuriy malikalardagi ma'rifat shu hozirgi davr mana isboti turibdi. Butun olam sayyohlari kelib, hozir bulardan bahra olib yuribdi. Bilasizmi, mana hayot buyuk insonlar quyosh kabi porlab turaverar ekan. Albatta. Mana hamma keldi Samarqand sammitiga, Yevropa ittifoqi, Markaziy Osiyo sammitiga juda ko'p mehmonlar keldi. Ular birinchi bo'lib nimani tomosha qilishdi? Shu me'moriy yodgorliklar. Me'moriy, chunki baland binolarni ko'p ko'rgan. Ular Samarqand sayqali Ro'yiz Amir Temur poytaxtiga aylantirgan shahar bugun ham juda ulkan tadbirlarni o'tkazishda bu bilan faxrlanishimiz kerak. Shanxay hamkorligi mana bu forumni o'tkazishda dunyo poytaxtiga aylanyapti-da, endi salgina ko'chma ma'noda deylik. Madaniy, siyosiy bu binolarni ko'rsangiz mo'jiza. Hayratda o'shalar. U o'sha davrga xos bo'lgan, agar arxitekturani ko'rsangiz, me'morchilikni ko'rsangiz, hozir ham uni ko'rib hammamiz bahri dilimiz ochiladi. Ular tanlangan ranglar, ularga berilgan jilolar, gullar nusxalari. Mana O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazini ham asosiy maqsadi shu tariximizdagi madaniy yodgorliklarni naqadar kuchli ekanligini, islom sivilizatsiyasida shunday buyuk kashfiyotlar, buyuk allomalar yashab o'tganligini isboti uchun mana hozir ekspozitsiyalar yaratilyapti. Endi hozir mana hammamiz malikalarga bag'ishlangan ekspozitsiyani hozir yaratish arafasida. Hozir hammamiz to'g'risi to'lqinlanib turibmiz. Men shu hamma ekspertlarimiz gapirishga ulgursin deyapman-da. Mana siz ham keldingiz, katta rahmat. Ibrat bo'ladigan. Agar shu tariximizni bir chuqur bilsak bo'ldi, biz o'zi yengilmas kuchga aylanib bo'lamiz. Marhamat. Hozir Amir Temur davri o'sha me'morchiligi, madaniyat haqida gapirildi. Xorij tadqiqotchisi Gans Robert aytadiki, Amir Temur o'zidan oldingi me'morchilik namunalarini mujassamlashtirib, Temur va Temuriylar davrida yangi me'morchilik an'analariga, uslubiga asos solindi deb aytadi. Masalan, biz Samarqand, Amir Temur birinchi hokimiyatga kelganda Samarqandni poytaxt qiladi. Ungacha Samarqand poytaxt bo'lmagan va o'sha poytaxt qilgandan keyin birinchi o'rinda o'sha hamma tomonda me'morchilik ishlari, o'sha ta'mirlash ishlari, obodonlashtirish ishlari, hatto bir qarich yer ham qolmaydi. Mana bog'i Behesht, bog'i Baland, bog'i Dilkusho, o'sha nechta bog'larning qurilishi, o'sha bog'larni qurish uchun o'sha Samarqand qoyil qolish kerak-da bunga, to'g'rimi? Mana buni Samarqand tasvirda devoriy rasmlar, jonivorlar, qancha elchilar kelgan bir tasavvur qilaylik. Marhamat. Samarqand bahavo joy bo'lganligi uchun uni poytaxtiga, masalan, bog'larni qurish uchun go'shtlarni hamma tomonga ilib, o'sha go'shtni o'zgarmasligiga qarab joy tanlagan va Samarqandda Temuriylarga oid, Temur va Temuriylar davriga oid obidalar qurilgan. Masalan, Shahrsabzga e'tibor beradigan bo'lsak, Shahrsabzdagi Dorus Tilovat, Dorus Saodat, Oqsaroy yodgorliklari, Ko'k gumbaz, Gumbaz Saidon yodgorliklari o'sha butun jahon turistlarini o'ziga rom etadi. Masalan, Dorus Tilovat haqida gapiradigan bo'lsak, Dorus Tilovat 14-asr oxiri 15-asr davri yodgorligi hisoblanadi. Dorus Tilovat o'zida o'sha Amir Temurning otasini biri Mirsaid Shamsiddin Kulolga atab Amir Temur 1373-74-yillarda maqbara qurdiradi. Mo'jazgina tosh taxta o'sha qabr toshi qo'yib maqbara qurdiradi va o'sha ustozining poyiga otasini dafn ettiradi va undan keyin keyinchalik unga Mirzo Ulug'bek tomonidan 1437-38-yillarda Gumbaz Saidon maqbarasi quriladi. Bu avval Gumbaz Saidon deyilmagan, buni Mirzo Ulug'bek Temuriylar davri xilxonasi sifatida quradi. Keyinchalik bunga o'sha Termiz Saidlarning avlodi dafn etiladi. Uni ro'parasida Ko'k gumbaz masjidi bo'lgan. Bu masjidni Shohrux Mirzoning buyrug'iga asosan Mirzo Ulug'bek 1434-35-yillarda quradi. Bu jome masjid hisoblanadi.
bu mana shu obyekt 500 ga 500 metr kvadrat metrni tashkil etgan juda ham chiroyli me'moriy obida O'zi umuman hisoblanadi. Amir Temuriylar davri qancha davom etgan? Chunki uni farzandlari Mirzo Ulug'bek dunyoni o'zgartirib yuborgan. 5 yoshdan olib yurar ekan Amir Temur bobomiz. Ayasa bo'lardi-ku. Aynan nega men Mirzo Ulug'bek haqida gapirdim? Masalan, Amir Temur boshlagan ishni, masalan, o'sha Dorustilovat obyektini Amir Temur boshlagan bo'lsa, Amir Temur vafot etgan paytda bu oxirgi yetkazilmagan edi. Buni Mirzo Ulug'bek davom ettiradi. Ko'p me'morchilik asosiy obyektlarni Mirzo Ulug'bek davom ettirgan yoki biz o'sha Dorus-Saodat yodgorligi haqida gapiradigan bo'lsak, hozir bu O'rta Osiyodagi eng katta me'moriy yodgorlik hisoblanadi. Uning balandligi 70 metr, uning eni 50 metrni tashkil etadi. Buni Amir Temur o'g'li Jahongir Mirzoga atab qurdirgan. Bu yerda ham masjid bor, ham o'sha daxma xonaqoh bor. O'g'li Jahongir Mirzo dafn etilgan va u yerga o'ziga atab daxma qurdiradi. Lekin bu o'sha Klaviyo aytadiki, bu daxma Amir Temurga yoqmaganligi uchun yana buni qayta qurishga buyruq bergan deb aytadi. O'zi uchun daxma qurdirtirgan. Keyin 19-asrda bu yerga yana qo'shimcha o'sha xonaqoh, masjid, hujralar qurdirilganda va o'sha daxmaning bir cheti daxma ochilgan. Va endi Oqsaroy haqida gapiradigan bo'lsak, Oqsaroyni 1380-yillardan 1404-yilgacha qurdirgan Amir Temur o'z onasiga atab qurdirgan va bu juda ham Klaviyo shunday tasvirlaydiki, juda ham baland. Uning o'sha peshtoqining eni 22,5 metrni tashkil etgan. Bu O'rta Osiyoda eng yagona, masalan, Ahmad Yassaviy yoki Bibixonim o'sha masjidining xonaqosi 18,5 metr bo'lsa, juda ham katta me'moriy yodgorlik hisoblangan. Buni qurilishini o'sha yerda Amir Temur elchilarni qabul qilgan. Endi shuning uchun ham Amir Temur bobomiz aytganlarda, endi u kishi nafaqat o'zimizda dunyoni qayeriga qadamlari yetsa, o'sha yerda juda ko'p koshonalar, juda ko'p ajdodlarni, adashmasam bu yerda ham Yassaviy qayerga qadamlari yetsa, o'sha yerda buyuk ajdodlarimizni xotirasiga ehtirom sifatida juda katta maqbaralar qurganlarda, bu mislsiz. Shuning uchun aytganlar, bizni qudratimizga shubha qilsang, biz qurdirgan binolarga boq. Shogirdim, men bu olimlarning ichida gapira olmayman. Meni o'rnimga shu meni savolimni o'zingiz ayting deyapti. To'g'ri. Marhamat. Qarang, hozir mana shu 4 ta olimmi, 5 ta olimmi ichida turibman men, deyapti bu. Har bir inson bittadan asar yozganda Amir Temur to'g'risida. Mana shu yerda men hali bulardan tashqari olimlarimiz ko'pi. Bittadan asar yozganda Amir Temur haqida 100 dan ortiq asar bo'lardi, bittasi tanlanardi baribir. Yoki 100 ta asarni bitta asar qilib dunyo tan oladigan darajada chiqarsa bo'lardi. Bo'ladi. Nega? Hozir men o'zim aktyorman. Nima uchun rejissyor mana shunday insonlardan foydalanmayapti degan narsa hozir to'lib ketdimda. Amir Temurni qarang, bitta gapini. Amirim, nima uchun Buxoroga jang qilasiz? Faqat atrofida jang qilasiz, deyapti. Bu yerda meni onamni qoni to'kilgan, shuning uchun Buxoroning ichiga qayta qonni aralashtirishni istamayman, deyapti. Qancha onaga bo'lgan hurmatni qarang. Amir Temurdagi insonlarni, Bibi Xonimni, Shohruh Mirzo, Umarshayx Mirzo, Jahongir Mirzo, Mironshoh Mirzolarni dunyoga tanitadigan sizlar. Sizlar orqali biz jo'natamizda bularga. Bizga asar qilib bersanglar. Endi bitta fikr domla, men sizni juda ham qo'llayman. Ko'rsatuvimizdan ko'zlangan maqsadim faqat mana shuni targ'ib qilishni yangi bosqichga olib chiqish. Chunki bizga hozir mazasiz, matrasiz, millatni umuman mentalitetiga teskari bo'lgan, bizni dunyoga boshqa qiyofa bilan ko'rsatayotgan narsalarni hammasi bu bizni ko'rsatmayapti. Bu pul uchun ular qilishyapti. Amir Temur obrazi bilan chiqaylik. Bir payt Koreysda qarang, yaratdi-ku, jumon obrazlarini yaratdi. Bolalar havas qilib ketdi. Shuning uchun bizda ham kamchilik juda ko'p. Temur boboni targ'ib qilish jarayoni endi boshlandi. Shunga yakuniy xulosalar, fikrlar bo'lsa, muhtaram prezidentimiz Temur tuzuklarini harbiy ta'limda hamma o'rgansin deb
topshiriq berdilar va to'g'ri qildilar. Siz aytyapsiz, Temur tuzuklar o'z davrining konstitutsiyasi bo'lgan. Harbiy ta'lim, tarbiya, harbiyda intizom qanaqa bo'lishi, ta'minot o'sha paytlarda bo'lgan va hozirgi paytda mana islom sivilizatsiya qurilish munosabati bilan Temuriylar davri qayta o'rganilib, qayta tiklanmoqda. Katta rahmat domla, fikringiz. Albatta, xulosa. Juda ulkan mavzu. Xulosaga o'tishdan oldin men shu film masalasida bir qisqagina to'xtalay. Bir necha marta aytildi, nega film olinmaydi, shunday buyuk siymo haqida deb. Olish mumkin. Hozir o'zida ham masalan Amir Temur davridagi o'sha Sharafidin Ali Yazdiy zafarnomasi bo'lsin, Nizomiddin Shomiy zafarnomasi bo'lsin, G'iyosiddin Alining Hindiston safarnomasi bo'lsin, Amir Temur maktublari bo'lsin, yozishmalari, shu kitoblar mana chiqdi. Umuman olganda, agar rejissyor ishlayman desa, foydalanadigan manbalar bor. Endi faqatgina har bir ishga agar jiddiylik bilan yondashiladigan bo'lsa, mas'uliyat bilan. Ha, nari-veri emas. To'g'ri. Ola ta'sir emas, mas'uliyat bilan va jiddiylik bilan. Ulug'likka par berib qo'ymasligimiz kerak. Ana shunda menimcha bir yaxshi film qilsa bo'lsa kerak. Endi eng muhimi hammamizda shunga bir ma'naviy ehtiyoj va bir qandaydir ichki qaror bor. Albatta. Xudo xolasa. Klavixa to'g'risida gapirildi hozir, necha marta eslandi. Endi bu klavixa haligi Anqara jangi bilan bog'liq bu safari bilasizlar. 1402-yildagi Anqara jangini Ispaniya qiroli Enrique III ham yaxshilab kuzatib turgan. Chunki uni ham taqdiri hal bo'ladigan edi. Amir Temur g'alaba qozongandan keyin o'sha kuni kechqurun chodiriga o'zini elchilarini yuboradi. Va aslida Muhammad al-Keyshi, Amir Temurning elchisi, ana o'sha kelgan elchilarga qo'shilib Kastiliya qiroli huzuriga boradi. Muhammad al-Keyshi unga javoban Rio Gonzales de Clavijo 1404-yilda Samarqandga keladi. Endi bu o'zi diplomat bo'lganligi uchun va Kastiliya qiroli, ya'ni shu odamni tanlaganligi uchun, ya'ni oddiy odamni tanlamagan, ya'ni aqli zakovati juda chuqur inson bo'lgan bo'lishi kerak. Shu odam, endi bu odam o'zini kundaliklarida har bitta diplomatik seremonial bo'ladimi, bu yerdagi urf-odatlar bo'ladimi, ayollar, to'y, hashamlar, hammasini juda chiroyli qilib tasvirlagan kundaliklarida. Bu hozirgi kunda ham o'zini aktualligini yo'qotgani yo'q. Endi kezi kelganda men ikkinchi yana bir yevropalik diplomat, chunki Habibullo akam to'g'ri bir narsani aytdilar. Haligi tarixi zafar quchganlar yozadi dedingiz-ku. Bu aslida Rim imperatori Mark Avreliyonning gapi. Tarixni biz bilgan tarix deydi, zafar quchganlar tarixidir deydi. Ya'ni buni davomini agar mantiqan qaraydigan bo'lsak, zafar qucha olmaganlarni ham o'zini tarixi bor-ku, uni kim yozadi demoqchi-da. Ya'ni biz o'qiyotgan tarix faqat g'olib bo'lganlarniki-ku, mag'lub bo'lganlarniki kim. Endi biz doim tarixni yozayotganimizda, ya'ni tadqiqot olib borayotganimizda, birinchidan nihoyatda tarafsiz pozitsiyani olishimiz kerak. Bu endi menimcha tadqiqotlarning azbukasi bo'lsa kerak. Men hozir endi aytib qo'yapman. Hissiyotsiz Rio Gonzales de Clavijo va ikkinchi diplomat bor. Bu aynan Amir Temurni Fransiya qiroli Karl VI, ya'ni Sharl VI huzuriga, Angliya qiroli Genrix IV huzuriga borgan Ivan, bu Sultoniya Mirzo Ulug'bek tug'ilgan shahar, Eron shimoli g'arbiy Eronda, Sultoniya shaharida Vatikanni vakili o'tirgan. Arxiyepiskop Ivan, mana shu arxiyepiskop Ivan Memoir sur Tamerlan et Sakor degan asar yozgan. Bu nimagadir bizni e'tiborimizdan ancha chetda qolib ketyapti. Umnyakov degan tarixchi olim rahmatli shuni tarjima qilgan. Bu yerda Amir Temur va uning saroyi haqida xotiralar deyiladi. Ana shu Ivan yozgan va u yerda Amir Temur saroyidagi tartib qoidalar haqida gap ketadi va nihoyatda qiziqarli voqea nimalarni u yerda ko'taradi. Aytadiki, masalan deydi, Amir Temur davlatining deydi istagan yerida biror bir savdogarning moli talon-taroj qilinadigan bo'lsa deydi, o'sha talangan molni deydi ikki hissasini deydi o'sha yerdagi hokim nimaga savdogarga qaytarib berish kerak, ikki hissa qilib deydi.
davlat xazinasiga shuni 5 barobarini jarima sifatida qaytarish kerak edi deydi. Buni Ivan o'z paytida Amir Temurga diplomat bo'lib xizmat qilgan va Vatikanning vakili sifatida o'tirgan shaxs, rohib bu xotiralarini yozyapti. Va hokazo bir qancha uni fasllarga bo'lingan bu asari. Aytmoqchimanki, tadqiqotchi bir insonni obrazi, uni faoliyati haqida nima berganda faqatgina bir taraflama emas, imkon boricha manbalarini nima qilsa, o'shanda bizning manzaramiz ravshan, tiniqlashaveradi va tarixiy haqiqatga endi albatta bu tadqiqotlar, bu juda jiddiy yondashuvni, siz aytgandek hissiyotni emas, faqat aniq faktlarni, hattoki bunga deydi bizni ham munosabat bildirishda ham hamma tomonda inobatga olishimiz kerak. Endi bizani meni shaxsan ko'p hayratda qoldirgan narsa, buni mana tarixiy manbalar ko'p yozadi, shu olimlarga, shoirlarga, tadqiqotchilarga juda ham bir xayrixoh. Qayerga borsalar shu olimlarni yig'ib, saroylarda ham o'nlab buyuk olimlar faoliyat olib borgan ekan, shularni rag'batlantirgan. Ikkinchisi devon tuzib, har bitta viloyatda siz aytgandek kirim, chiqim, soliq, hammom qurish, yo'l qurish, adolatni ta'minlash, qonun ustuvorligini ta'minlashga ham juda qattiq talab bo'lgan ekanda. Boya aytganday shu savdogarchilik ham nihoyatda rivojlangan ekan. Endi Xudo xolasa bugungi suhbatimizdan xulosa qilib, biz Amir Temur bobomizni, olimlarimiz ham kino sohasida ko'rsatuvlarimizni ham keng targ'ib qilamiz. Men baholi qudrat bir kecha o'tirib bu ummonda hali bir tomchi suvni tatib ko'rganday bo'ldimda. Oldimizda qancha boylik, qancha ma'naviy xazinamiz bor. Sizlardek fidoyi insonlar bor ekan, biz albatta ezgu ishlarimizni oxirigacha yetkazamiz. Endi mana yangi davr boshlandi, biz dunyoga ochildik. Menimcha xalqaro tadbirlar ham uncha uzoq emas, Xudo xolasa. Bugungi ko'rsatuvdagi samimiy ishtirok uchun hammaga katta rahmat. Ezgu ishlaringizda yana bir bor omad va muvaffaqiyatlar yor bo'lsin. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan biz bugungi munosabat ko'rsatuvini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'linglar.